Tracker Premier avtomashina so'ragan mijozlarimizga o'z egalaridan 2023 yilda ishlab chiqarilgan Premier Trackerimiz kelib ko'rishni mumkin. Hamma jihozlarga ega ekan. LS obdosopkalargacha qo'yib bo'lgan, 4 ta yangi yumshoq balonlargacha qo'yib qo'yishibdi. Podnoshkalargacha tayyor holatda ekan. Salonlarga ham bitta ahamiyat berasizlar. Mushtamimiz haqiqatan ham juda ham motivativ holatda ekan. Bosib o'tgan masofasi atiga 20 ming yurgan. Mushtamimiz tiniq holatda. Premier pensiyasi. Umuman nuqson qirilgan, chizilgan metina hamma yog'i juda ham zo'r holatda ekan. Xohlagan preverkani qilib xarid qilishingiz mumkin. Ushbu avtomashinamizni o'z egalaridan $16,700 ga kelishib qo'ydi. Xohlasa tayyor Tracker so'ragan mijozlarimizga bemalol aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Tracker Premier avtomashina so'ragan mijozlarimizga o'z egalaridan 2023 yilda ishlab chiqarilgan Premier Trackerimiz kelib ko'rishni mumkin. Hamma jihozlarga ega ekan. LS obdosopkalargacha qo'yib bo'lgan, 4 ta yangi yumshoq balonlargacha qo'yib qo'yishibdi. Podnoshkalargacha tayyor holatda ekan. Salonlarga ham bitta ahamiyat berasizlar. Mushtamimiz haqiqatan ham juda ham motivativ holatda ekan. Bosib o'tgan masofasi atiga 20 ming yurgan. Mushtamimiz tiniq holatda. Premier pensiyasi. Umuman nuqson qirilgan, chizilgan metina hamma yog'i juda ham zo'r holatda ekan. Xohlagan preverkani qilib xarid qilishingiz mumkin. Ushbu avtomashinamizni o'z egalaridan $16,700 ga kelishib qo'ydi. Xohlasa tayyor Tracker so'ragan mijozlarimizga bemalol aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting.